viloyatining Xatirchi tumanida 21-22 may kunlari kuchli yomg'irlar sabab sel suv oqimlari yuzaga keldi. Dastlabki rasmiy ma'lumotlar: Angardon, Langar, Kattasoy va Maydonsoy hududlarida sel kuchli bo'lgan. Ayrim hudud joylarda yo'llarni tosh va loylar bosib qolgan. 2 dan 7 tagacha avtomashinalar seldan zararlangan. Bir nechta uylar va 7 xonadon tomorqasida suv kirgan. 5 bosh yirik shoxli mol oqib ketgani aytilmoqda. Sel xavfi sabab ayrim aholi xavfsiz hududlarga vaqtincha ko'chirilgan. Hozircha halok bo'lganlar yoki jarohat olganlar haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Oqibatlarni bartaraf etish uchun 37 ta maxsus texnika va 170 qutqaruvchilar jalb qilingan. Kuchli yomg'irlar sabab tog' oldi hududlarda va sel xavfi avvaldan ham e'lon qilingan edi.